elektriskiy saunni joniga tegganlik uchun mana ko'ryapsizlarmi? Turmasligini suvni mana. Qalay. Yengicha o'tin ko'mirda ishlaydigan sauna bo'ladi. Sauna pechimiz, ya'ni bu sauna pechimiz 9 kvadrat joyga mo'ljallangan. Oldidan polni, ya'ni katta o'tinni olib yoqib yuborasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Yonib turishini, umuman tashqariga tutuni chiqmaydi. Ikkiga mana bu tagidan kulxonasi. Tushgandan kulli mana shu yerda. Mana bu zaslonkasi. Tepaga qarab havo tortadigan joyi, ichi bunkerga berib qo'yilgan. Xo'p, buni orqasiga keladigan bo'lsak, eng katta muammo saunada bilasizlar, dimoxod to'lib qovurib jonga tegadi. Mana bunisi o'shanga mo'ljallangan. Shunda ochasizlar-da, dimoxod to'lib qolsa mabodo qarsalatib, tozalab, yana joyiga burab qo'yaverasizlar. Bu saunamiz yangi ishlab chiqarildi. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toplidomga zakaz berishingiz mumkin. Xudo xolasa, любой joyga dastavkasini qilib beramiz.